Bularda nima qilamiz endi? Ma'ramar olib tasvetlar. Bir ukamiz kichkina mashinchagina qo'zichoq topib berdi. Mashinalardan chiqqan daromadni unga ishlatamiz endi. Va xursandchilik bilan bo'lishay degan joyimda maladoylarimiz yig'ilib qoldi. Darrov ukamizga telefon qildik, Zoom magazin. Bir video ham qo'ygan edim, qaqa sotishni o'ylayotgan bo'lsa, birinchi bo'lib Zoom magazinga aloqaga chiqish kerak. Zoom magazindagilar olamni olmaydim. Birinchi bo'lib Zoom magazindagilar lib bo'y qush bilan shug'ullanadigan Zoom magazin olar o'zi. Nimaga to'playapmiz bo'lmasa buni? Aynan mana shunaqa narsa uchun. Oldingiz pulini ishlab olmaysizda 700 ming bilan 800 ming bilan bir donasi 60 ming so'm, 50 ming so'm bo'layotgan hozir. 50 mingdan 10 ta, 500 ming so'm. Yo'ingizda yana 200 ming qo'shasiz, 9 chaqda olasiz endi. Yaxshida hozircha uchrab qolib bitta-bittaga to'plab olamiz degan. Birdan ko'pgina olish imkoni bo'lmayapti. Xullas, mana shunaqa narsaga asqotadigan qo'shimcha daromad manbai ekan bu. Har bittasi bolalarni xudoga shukr, sekin ko'paygan sari ochiq boramiz. Bundan oldin ham bu 3-chi pokoleniya o'zi. Ochiq tortishim. Bundan oldin ham video qo'ygani imkon bo'lmadi. Bir qator rezultat bilan bo'lishay dedim. Oling, qiling, ozgina harakat qiling. Xudo xolasa yaxshi niyat qiling. Albatta sababi bo'ladi. Asl o'tda endi qo'shimcha bo'lishaman. Xudo xolasa borib buni pullab qo'shimcha olib kelamiz. Sistemamizni katta qilamiz endi iloji yo'q. Salomat bo'ling, barakasini bersin.